Namangandagi eng baland va premium restoranda 6 kishilik iftor qilish necha pulga tushadi? Avvalo mashinamizni zaryadga qo'ydik va 4-qavatga yo'l oldik. Kirishimiz bilan bizni o'zgacha premium va hashamatli muhit qurshab oldi. Ovqatlarni buyurtma qilishni boshladik hamda aytib o'tib ketishim kerak, menyuni QR kod orqali ham ko'rish mumkin ekan. Ramazon seti, ya'ni suv, quruq mevalar, qaymoq, asal bepul berilar ekan. Fazo restoranda yevro, turk, uyg'ur hamda milliy taomlarni tanovul qilishingiz mumkin. Oilaviy kelganlar uchun esa birinchi qavatda bolalar maydonchasi hamda inaga bepul xizmat ko'rsatar ekan. Iftorlikni ham qilib oldik. Hisobni olib kassaga to'lov uchun borganimizda bizga maxsus cashback kartochka berishdi. Har safar ovqatlangan kirganimizda umumiy hisobdan 5% qaytarib berishar ekan. Masalan, 1 million so'mlik ovqatlansangiz 50 ming so'm qaytarib berishadi. Hisobga keladigan bo'lsak, 6 kishi uchun bizga 1 million 200 ming so'm tushdi. Ya'ni har bir kishiga 200 ming so'mdan. Lekin taomlarning mazasi va xizmat ko'rsatishi bu pulga arzir ekan. Keyingi boradigan joyimiz qayer bo'lishini izohlarda yozib qoldiring.